Hürmetli vatandaş, endi sizler bilen muhakeme elip barımız. Muhakeme temisi mavzusu nime? Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin. Cungu Devlet Müdafiye Ministerliğinin ministeri Li Shangfu bilen 4. ayının 16. günü Moskova'da söhbetleşti. Biz muşu mavzunu asas kılgan asasta ötkenki sizlerge söz degen leksiyelerimizden mezmunu bilen birleştirip ve kelgüsüge özümüzün kandak göz karaşlı işkelligini ortak ifadelep, ortak nişan için bugün biz bir tahlil elip barımız hürmetlik vatandaşlar. Bugünkü islağa 2023 yıl 4. ayının 19. günü haftiga çarşamba vatandaşım. Biz yukarıda görüp öttük. Rusya taraf bilen Cungu taraf harbiy işler sahasida muhakeme elip bar deyildi. Mesela bu muhakeme degende harbiy işler sahasidagi hamkorlikni kuchaytirish deyildi. Harbiy organlarni bir-biriga hamkorlashadiganligi to'g'risida ham muhokama elib berildi deyildi. Lekin qandaq muhokama, qandaq organlar, qanday ahvolda o'zaro hamkorlashadi? Rossiya taraf yoki prezident Vladimir Putin bu to'g'rida bir narsa demadi. Hürmetli vatandaş, biz sizlerge şu narsani aytaylikki, bugün bu yerda harbiy ishlar hamkorligi, harbiy organlar hamkorligi Rossiya bilan Cungu o'rtasida. Bu belki biz hozir tahlil qilganimiz shundoq bo'lamdi, bo'lmamdi bilgisi Allah. Shu narsani aytamanki, shaxsan men o'zimdan mantaqiy fikr qilish yo'lim bo'yicha Solun bo'yicha shundoq deymanki, 21. asrning 20-yillarida hozirgi dunyoda qandaqdir bir ikki davlat yoki 3-4 davlat birlashib, harbiy ittifoq qurib, harbiy hamkorlikni kuchaytirib, Amerika qarshi turadigan jur'ati bor bir davlat yo'q. Bunda qilish mutlaqo mumkin emas. Harbiy kuchga uyushib, harbiy kuchni tashkillab, 2 davlat yoki 3 davlat yoki 4 davlat Amerika qarshi turadigan bundaq mantaqa yo'q. Bundaq reallik yo'q. Bundaq xiyolmi yo'q. Bugungi dunyoda hozir 101 Rossiya va Ukrainada urush qilyapti. Uning sabablarini xilma-xil yo'llar bilan tushunib keldim hozirgacha. Bu yerda yana bir xil sabab shuki, hozir aytdik Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ma'muriy doiralar Cungu komitetining raisi Chris Smith efendi dediki, Cungu hozir dunyoga zo'magar bo'lish, dunyoga xo'jayin bo'lish va dunyoning erkinligini, iqtisod tartiblarini uyan-buyan qilib o'tish uchun yoki ostin-ustin qilib o'tish uchun huquq talashyapti dedi. Bu Cungulikning fantaziyasi. Bu Cungulikning utopiyasi. Bu Cungulikning ko'rgan tushi, o'zi tush dedi-ku, Cungu ming dedi-ku. Bu Cungulikning o'zining tushi utopiyasi. Bu mumkin bo'lmaydigan ish. Dunyoga kimning xo'jayin bo'lishini, yoki bu yerda qo'pollik bilan aytmaganda, dunyoga kimning rahbarlik qilishini, dunyoning turmushini va hayot yo'llarini kimning qaysi davlatning tashkillashini allaqachon avvalli Xudo uningki mushu dunyoning 21. asrdagi dunyoning realligi belgilab qoldi vatandoshlar. Prezident Vladimir Putin efendi bugün sizning Li Shangfu bilan o'tkazgan suhbatingizning maxfiyatidan xabar topdik. Uning ustiga siz 3. ayning 20-21 kunlari Moskvada o'tkazilgan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan Cunguning raisi Xi Jinping o'tirishida o'tkazilgan masalan eng asosligi mana bugun deyilibdi, eng asosligi Rossiya Cungu o'tirishga harbiy hamkorlik.
Men bu harbiy hamkorlikning tarixini sizlar qanday sharildinglar? Prezident Vladimir Putin bunun bilan mening tazi degidek işim yo'q. Chunki bunun chunqur qatlami qayerda? Yuzaki qatlami qayerda? Men derhal buna cevap veremeyman. Qo'limda material yo'q. Ham unchalar chunqurlab ketgidek ilm saviyam yo'q. Şunu şundak aytaman ki Prezident Vladimir Putin efendi, sizin bugün Cungo bilan harbiy ittifaqni, harbiy organlar o'zaro hamkorligini kuchaytirishni ta'kidlashingizni men albatta to'g'ri tushunaman. 1945-yil, yo'q, 1948-yili 5-oyning 20-kuni Cungo'nun sharqi shimolida yoki hozirgi tarixdagi Manjuriyada Rossiya Cungo Kompartiyasi o'rtasida imzolangan bir parcha kelishim yoki shartnoma, Harbin shartnomasi 1948-yil 5-oyning 20-kuni. Bu shartnomaning 8-moddasida Cungo Azadlık Armiyasının yoki atalmış Cungo Azadlık Armiyasının Şinjan'a kirişige yardım berish, Şinjan'a kirişige kolaylık yaratıp berish, Şinjan'a kirişige vaziyet ve başka mümkünliklerini yaratıp berish degan mazmunda bir moddasi, yani 8 moddasi Rus-Xitoy o'rtasida imzolangan Harbin shartnomasining mavzusiydi. Bir moddasi. Bugün Prezident Vladimir Putin efendi endilikte vakit geldi. Mening demoqchi bo'lganim shu vaqtki Cungo Azadlık Armiyasini yoki 1950-yildagi Cungo Azadlık Armiyasini 49-yili Şinjan'a mustamlika Uyg'uristonga mustamlika qilib berilgan Uyg'uristonga boshlab kirgan davlat Sobiq Sovetlar İttifaqı ve bu devletin başlığı Stalin idi. Cungo Azadlık Armiyasini harbiy mashina avatib bastırgan devlet Rusya Sovet İttifaqı Stalin idi. Vay kechiringlar. Cungo mana bunda so'zlayotganda çatak benim shunday chiqirib o'tandishim. Cungo Azadlık Armiyasini harbiy mashinalar qachalab, aeroplanga o'ltag'izib Cungo'nun ichki o'lkalarida yoki yetib kelgan Lanju o'lkasi atrofidan mashina bilan, aeroplan bilan, harbiy aeroplan bilan yo'tkab mustamlika Uyg'uristonga, Xitoy tilidagi Dehvoga elib kelgan davlat Rossiya edi. Yani Stalin idi. Bugün endi hozir ko'rib shu narsani o'ylab qoldik. Prezident Vladimir Putin efendi, sizning oldingizda ikki masala bor. Biri, avval Rossiya Xitoy o'rtasida imzolangan Rus-Xitoy shartnomasini bekor qilish. Men boshdan oxir aytib keldim, ikki parcha shartnoma 45-yili va 50-yili boshqa qo'yib turaylik. Bu ikki shartnomani bekor qilish. Masalan, alayli tuniga vatandoshlarımga men so'zlab berdim. 1989-yil 8-oyning 8-kuni, yani 8-oyning 18-kuni kechiringlar, oradan 50 yil o'tganda, yani aytaman 1989-yili 8-oyning 18-kuni oradan 50 yil o'tganda, yani shartnoma imzolab 50 yil to'shqanda. Qaysi shartnoma? Molotov Sovet İttifaqı Tashqi ishlar ministri, Dimitrov Germaniya, Hitler Germaniyasi, yani Natsistlar Germaniyasi Tashqi ishlar ministri Dimitrov shartnomasi. Bu shartnoma asli mavzusi bo'yicha Germaniya Sovetlar o'rtasidagi shartnoma, yani o'zaro tajovuz qilishmaslik do'stlik shartnomasi. Bu shartnoma bo'yicha Baltiq bo'yidagi 3 davlat qo'ldan ketdi, huquqidan ketdi, yer zaminidan ayrildi. Hatta 1918-yili e'lon qilgan jakarlagan mustaqilligidan ayrilib qoldi. Men sizlarga yaqinda so'zladim vatandoshlar.
89-yılı 1908 ayının 18. günü bu şartname bekar kılın. Prezident Vladimir Efendi, Rus Xitay oturысы imzalangan asaslık iki parça şartnama, Moskva şartnaması, mesela Xitayning Kuomintang partiyası, mesela Xitayning Kuomintang partiyası, bu şartnamalar hazırgacha bekar kılınmadı. Hazır qarasam, bu yerda bizga bir ilham kelayotgandek turdi. Bu yerda Rus Xitoy o'tirisidagi harbiy ishlar hamkorligining ma'nosi Prezident Vladimir Putin efendi sizga to'g'ridan-to'g'ri savol qo'yib boqaychi. Uyg'uristondan, mustamlika Uyg'uristondan Xitoy Kompartiyasi askar chekindiramda. Demek siz bunun haqli. Çünkü başta aytdingiz, Rossiya Jungo o'tirisidagi harbiy munosabatlar bugunla paydo bo'lgan emas, azaldan izchil davomlashib keldi dedingiz. Men bu tarixning 1948-yil 5-oyning 20 kunidagi Rus-Xitoy harbiy shartnomasiga to'g'rildim. Chunki 18-moddasida Sovet İttifaqı Jungo ozodlik armiyasining Shinjongga kirishiga kolaylık yaratıp berdi, şarait yaratıp berdi, mümkünlük yaratıp berdi dep belgilengan. Şu şartname bo'yicha Stalin Jungo ozodlik armiyasini Shinjongga elib keldi. Mustamlik Uyg'uristonga elib kirdi. Endi bugun chekinadigan vaqt to'shdimi Prezident Vladimir Putin? Endi askar chekindiradigan vaqt yetib keldimi reis Xi Jinping? Amsi nima? Sizlar bu yerda harbiy hamkorlikni kuchaytirish orqali Amerikaga taqobil turaman deyish va hozir matbuotlarda takrorlanayotgan Amerikaga taqobil turmoqchi degan gaplarning hammasi haqmaydi. Bitirib turmaydi. Chunki men boshqa qo'ydim. O'zimning mantaqasi va yoki o'zimning so'zlash asosiy logikalik asosida boshqa qo'ydim. Hozirgi dunyoda hech qanday bir davlat yoki davlatlar guruhi harbiy ittifoq qurib Amerikaga qarshi turolmaydi. Bu mümkün emas. Undaqdan emas. Sizlar hozir harbiy ishlarni rivojlantirib, texnika almashtirib degandek endi yasimi gaplarmi bor buning ichida? Zodi Rossiya Federatsiyasi bilan Jungo hukumati bilan Moskvada so'zlashgan maxfiy suhbat Reis Xi Jinping, Prezident Vladimir Putin va uni aminiylashtirish uchun yetib kelgan davlat mudofaa ministri Li Shangpu sizlarning o'tiranglardagi mush ishlarning hammasini biz yaqinda Afg'oniston to'g'risida o'tirg'i chiqayotgan xilma-xil gaplar. O'rta Osiyodagi 5 davlat bilan keldi qilayotgan Jungo yoki boshqa davlatlar mush o'tirdi zodi O'rta Osiyoda bo'ladigan, yuz beradigan ish nima? Zodi tinch yo'l bilan askar chekindirish. Jungo ozodlik armiyasi chekindirish. Bu chekindirishning butun jarayonni Rossiya nazorat qilish. Chunki Rossiya o'zi elib kirgan, o'zi boshlab kirgan. Bugun Jungo ozodlik armiyasi mustamlik Uyg'uristonni chekingandimi, Rossiya buning riyosatchilik qilishi, Rossiya yetakchilik qilishi. Chunki bosh dedi u. Prezident Vladimir Putin dedi, bizning o'tirimizdagi harbiy hamkorlik bu izchil uzundan bir davomlashib kelyapti. Mana shuga harbiy shartnomasi bor. Ozodlik armiya Jungoning Shinjong kirish harbiy shartnomasi bilan kirdi. Buning beshida yana bir yildiz bor. Moskva suhbati. 2 qatimliq Moskva suhbati. Jungoning doisi Jangjeshi davridagi Moskva suhbati yana Uyg'uristonda qo'zg'agan milliy mustamlika urushini oxirlashtirib 11 bitimni yasab chiqqan Stalin ve 11 bitimni imzalash qatnashtirgan riyosatchilik qildirgan Zhang Jishining generali yuqori darajali generali Zhang Jijong, amaliyoti Zhang Jijong Stalin KGB'ning odami. Sizlar Mao Zedong to'g'risidagi hikoyalar degan kitobni o'qib beqinglar. Zhang Jijong Stalinning odami, KGB'ning odami. Şuna 12 bitim, 11 bitim deganlarni o'rinlashtirganmi Stalin. Stalin bunun riyosatchilik belirleyen Zhang Jijong Stalinning odami. Şuna bu bitimde nimeler deyildi, kim qanday qo'l qo'ydi, ostiga kim qo'l qo'ydi, ustiga kim qo'l qo'ydi. Bularni belgilagan Stalin.
Şuna vatandaşlar bu narsalarga baho berganda atrofliq baho beradi. O'zingizning hissiyoti bilan bir narsa demanglar bu ishlarni vatandaşlar. Stalin, bugun bu vaqt toshdimi qandaq? Sababi nima? Atrof bo'layotgan ishlar shu. Esingizda bo'lsa vatandaş, men taqdirga so'zildim. Nima dedi? Jungoning tashqi ishlar ministri Chingang nima dedi? Bizni, yoki Reis Shi Jinpingni Moskvaga avatgan Amerika dedi. Kulib qo'yamsiz ya qandaq bundaq taraqqiyotga? Albatta kulib qo'ysiz vatandaş. İkincisi, bunun avvalida men sizlarga so'zlab keldim. Masalan, bu 2 ayning 5-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Antony Blinken Beijingni ziyorat qildi deganda berilgan xabarlar va tahlil maqolalari qarasangiz, davlat ishlar katibi Antony Blinkenning Beijingni ziyorat qilishi Reis Shi Jinpingning Moskvani ziyorat qilishiga zo'r ta'sir ko'rsatdi degan edi vatandaş. Esingizda bormi vatandaş? 2 ayning 14-kundan 17-kunigacha Myunxenda ochilgan xalqaro bexatarlik yig'inida Jungoning diplomatiya amaldori Wang Yi, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Antony Blinkenga hurmatsizlik qildi vatandaş. Lekin shundaqdimi, yanala Amerikaning ta'siri, Amerikaning kuchi hargiz to'xtab qolgani yo'q. Reis Shi Jinpingning Moskvani ziyorat qilishiga ta'sir ko'rsatdi degan gap. Ta'sir ko'rsatdi degan so'zning ma'nosi nima bo'ldi? Oxiri prezident Vladimir Putin bilan Jungoning Reis Shi Jinping o'rtasida elib berilgan maxfiy muhokamaning natijasi harbiy ishlar hamkorligi va shuning uchun Jungoning davlat mudofaa ministri Li Shangfuning Moskvani ziyorat qilishi va hozir mening shunday tahlil qilib yuqoridagi fikrni o'rtaga elib chiqishimning asoslari vatandoshim, men sizlarga so'zlab kelgan 3 burjak munosabat Jungo, Amerika, Rossiya o'rtasidagi munosabat, lekin o'rtaga tashlangan masala geopolitik masala, rayon xarakterlik masala, cho'ng davlatlar o'rtasidagi millatning taqdiri masalasi mana shular. Hammasi yaqindan bir-iki Uyg'urning kishilik huquqi, Uyg'urni soyqarim qildi, Uyg'urni irqiy qirg'inchilik qildi deydigan shunday paketlar xalqaroning oldiga dövlinib kelganda xalqaro jamiyat bunaqa bir nima deyish kerak-da. Shunchalar dog'dug'i bilan buni ko'tarib chiqib, uni o'rni tashlab etmaydi vatandoshlar. Men sizga shuni aytayki, hozir endi Afg'oniston masalasining ko'tarilib chiqishi amaliyotda bu bir hara uvisi. Xilma-xil zo'ravon kuchlar kelib ketib turgan bir rayon Afg'oniston. Shuning uchun bu yerda Amerika 20 yil zo'ravonlarga qarshi kurash qildi vatandosh. Shunga xatarlik davlat, xatarlik rayon. Jungoning deganimi to'g'ri, xatarlik davlat, xatarlik rayon. Mundaq vaqtda bir osoyishlikni, bir tinchlikni, bir xotirjamlikni, bir ish bajarishning tartiblarini tashkillash, o'rinlashtirish bu intayin muhim ish vatandoshlar. Shunlashqa O'rta Osiyo davlatlari yig'ini, masalan 5-oyda Jungo bilan o'rtada ochilgan yig'in. Shunlashqa 13-kuni 4-oyning 13-kuni Samarqand yig'ini. Cho'ng davlatlar masalan Iran, Pokiston va bular qatnashgan yig'in. Bularning hammasi O'rta Osiyoning muqimligi, balki shu muqimlik ichida Uyg'uristonda mustamlik Uyg'uristonda elib boradigan o'zgarish. Siyosiy islohot xarakterlik o'zgarish. Bu ishni yana boshqa odam emas, Reis Shi Jinping o'zi o'rinlashtirishi kerak-da vatandoshlar. Mushu ishlar endi bu yerda prezident Vladimir Putinning oldida turgan tarixiy vazifa. 2. Biri Jungo ozodlik armiyasi Stalin qanday ilib kirgan bo'lsa mustamlik Uyg'uristonga, bugun prezident Vladimir Putin Jungoning ozodlik armiyasini, biz uchun aytganda atalmış ozodlik armiyasini shunday elib chiqib ketish kerak mustamlika Uyg'uristonda. Buning uchun Rossiya bilan Jungo o'rtasida imzolangan 2 parcha shartnoma, Yalta masalan Moskva shartnomalari bekor qilinishi kerak. Chunki bu yerda bir haqiqat, bir izlang. Ya'ni nayt yaxshi bir haqiqat nima desangiz,
2005 yılı 5. ayının 6. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti George W. Bush Azaniyaning Tallinn shahrida nutq so'zlaganda shundoq dedi. Yalta yig'ini intayin zo'r, tarixiy xatolik dedi. Buni sobiq prezident George W. Bush so'zladi. Amaliyotda bu hukm, bu logikalik hukm vatandaşım Amerika Qo'shma Shtatlarining davlatlik siyosatidir. Şuna moşunun asaslanğanda bir sel çeşilip kettim, yani zihnim sel buzuldu. Şununla yani çeşilip kettim, bunun için beni keçirinler. Bırak bu işler moşundaq davamlaştı. Li Shangpung'u berip boldu. Reis Xi Jinping Moskvaga berip boldu. Emdi iş orunlaştırış, tertip buyucu orunlaştırış, tertip buyucu beceriş ve tamamlaştığın ibaret en ahırkı yol kal. Çünkü ben başta ettim, Uyguristan meselesi halkara sahne götürülüp çıktı. Vatandaşı. Onun istigazır biz ende şunda hoş bulduğu yenik tın alıdığın. Üzünüzün bedendeki ağırlıklarını taşlayıp bitip, üzünüzün yenik yes kılıdığın bir söz. Azir müşahede sizlerge okbadık o vatandaşı. Ködünlama ne mi dedi? Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Meclisi memuriyla ve Cungo Komiteti'nin reisi Kresimet nemi dedi? Bizden Amerika'nın Cungo'lan buluvatkan körüşü bir müstebbit hükmürallıkı karıştırış. Yani hayat mamatlık küreşti. Bunun hayat mamatlık küreştiğinin manisi ya sen durursan ya ki ben durmam. Allah halısa bütün yer şahri Amerika Qo'shma Shtatlarining rahbarligi ostida mo'shinchilik tutdi. Xudo saqlasin. Bir mustabbit Jungodak bir davlatning qo'liga. Bu bir çöş. Jungo uchun ham çöş. Bunu o'ylashmi siz bilan men uchun ham çöş. Jungo bu zo'ravon hokimiyatning dunyoga hukmronlik qilishi ve dünyanın tertibini yaratishi. Bu bir çöş, bir utopiya. Jungo'cu, Asiyaçı utopiya bu ketiversin. Lekin hazır o'ttirg'i chiqqan ekan, biz bunu Kresimet efendinin sözü bilan xulosalab, Jungo Amerika o'ttirisidagi ziddiyat ve kurashlar hayat mamatlik ziddiyat ve kurash. Şuna Prezident Vladimir Putin endi Uyguriston meselesini Jungo Sovet şartnamasini bekor qiladigan harbiy şartnamasini bekor qilib, Jungo'nun azatlık armiyasını atalmış, mustamlika Uyg'uristondan chekindiradigan bu vazifa tarixiy yo'sinda Prezident Vladimir Putin sizning zimmangizga tushdi efendim.